Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Xayrulla Sa'diyevning bergan intervyusi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Oilaviy fojia. Xayrulla Sa'diyev erta farzandini o'z qo'llari bilan tuproqqa topshirganini yig'lab so'zlab berdi. 2020 yil 5-fevral kuni O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Sa'diyev uchun eng yomon kunlardan biri bo'ldi. O'g'li Sardor Sa'diyev vafot etdi. Bu ta'ziya xabari televizor orqali butun O'zbekistonni larzaga soldi. O'g'limni yo'qotdim. Bu hayotda hech narsa uni o'rnini to'ldirmadi deya matbuotda ta'kidlagan ustoz ijodkorga juda og'ir kechdi. Butun san'at olami ham bu qismatga hamdardlik bildirdi. 2020 yil dekabrda Xayrulla Sa'dullayev o'zining 80 yoshligi yubileyida prezident farmoniga ko'ra O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Bu nafaqat uning san'atga qo'shgan hissasi, balki muruvvatli inson sifatida obro'sini yanada oshirdi. Xayrulla Sa'diyev 1940-yilda tug'ilgan. 1963-yilda teatrdan boshlab kino va teatrda minglab rolni jonlantirdi. O'sha davrda u ko'plab davlat mukofotlari, xalq artisti unvoni va mehnat shuhrati ordenini olgan. Ammo o'g'lini yo'qotilishi uni nafaqat ruhini, balki kasbiy faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatdi. Ba'zi chiqishlardan so'ng u hissiy og'irlik bilan o'tmishidagi musofirliklarga qaytgani haqida intervyular ham tarqaldi. Fathulla Sa'diyev jonli roli bilan emas, balki hayot sahnasida kechgan musibatlari bilan to'la. U o'g'liga bag'ishlangan film yoki spektakllarda ota va farzand o'rtasida hissiy iztirobni samimiylik bilan aks ettira oldi. Farzandim ketganidan beri har sahnaga o'sha ko'zlarni qidiraman. U meni hayotdan otalik qilishga umid qilgan. Men esa faqat sabr qildim deb yig'lab so'z boshlagan Xayrulla aka Odamlar dasturiga bergan intervyusida. 2020-yilning qishida yuraklar muzlagan pallada Xayrulla Sa'diyevning yuragi ham sindi. Uning faqat umid bog'lagan, mening davomchim degan o'g'li Sardor Sa'diyev bu dunyo bilan vidolashdi. Sababi ochiqlanmadi, lekin yurak yig'laganini butun millat sezdi. Bir kun kelib shunday og'riqni yuragimdan o'chirarman deb o'ylaganman, lekin u og'riq yo'qolmadi. U men bo'ldim degan so'zlari tomoshabinlarni ko'z yoshiga g'arq etdi. Hayot Xayrulla akani tez pishitdi. U otasiz voyaga yetgan, onasi esa bir umr o'g'li uchun duoda bo'lgan. Shunday muhitda kamol topgan bola katta sahnada yurak bilan o'ynardi. O'g'lining yo'qotilishi uni sindirganday bo'ldi, ammo u aql bilan yashash, yurak bilan sabr qilish yo'lini tanladi. 2021-yilda u yurak bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch keldi. Davolanish uchun Moskvaga, keyin Toshkentga qaytdi. Shu kunlarda u intervyularda shunday degan: "Inson yuragi 2 marta sinmaydi. Birinchi marta farzandim ketganida sindi. Ikkinchi marta esa endi hayotga qaytmoqchi bo'lganimda yuragim shoshdi", deydi Xayrulla Sa'diyev. 2022-yilda u yana sahnaga qaytdi. Har bir rolini o'g'liga bag'ishladi. Har satrda uning nafasini eshitgandek bo'lar edi. "Men endi har bir sahnani unga baxsh etaman. U mening ko'zim, yuragim, ruhim", deb yozgan u bergan intervyusida. Xayrulla Sa'diyev O'zbekiston xalq artisti. 2020-yilda o'g'li Sardordan ayrildi. Shu paytdan keyin hayotning har bir sahnasi og'riq, sabr va muhabbat bilan to'ldi. Yurak xastaligi, ruhiy sinovlar, oilaviy og'riqlar bari u kishini sindirmadi. U sabr qildi, u sevdi, u sahnaga qaytdi, u xalqni tashlab ketmadi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.